Birinchi etajdan 3 chiqsa kurs deganligi zo'r variantimizda chiqqan. Yunusobod 10-chi kvartaldan 3 xona birinchi etaj uyimizda chiqqan. Xo'p. Bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bo'lyapti. Mana kirishlar ham katta keng bo'lgan. Srazu bu yog'imiz zal qismimiz bo'lyapti. Zallar ham katta keng, aboylar yaxshi holatda turibdi. Bu yog'imizda detskiy xonamiz bo'lyapti mana. Bu yog'imizda spalniy. Spalniysi ham katta keng mana. Hop, bu yog'imizda vannamiz bo'lyapti. Razdelniy. Bu yog'imizda tualeti. Hop, yurib kelar ekanmiz. Bu yog'imizda oshxonamiz bo'lyapti. Uje bu yoqda o'tirib qo'yishga joylari ham katta qilib qo'yishgan ekan. 78 kvadrat, balkoni 2 ga 6, birinchi etaj. Mana bu yoqda ham storing mebellari bor. O'ziga tegishli огород ham bor ekan mana. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Bitta mashinadan eshik ochsanglar chiqib kirib ishga zo'r joy. Hop, narxiga kelamiz. Narxini 87 ming so'rashyapti. Yana sunnatiga ozgina o't berilgan joyi bor. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqib qolasizlar. Shunaqa 3 xonali birinchi etajdan uy qilib yurgan tanishlik tashlab qo'yinglar. E'tiborli uchun rahmat. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarini Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga silka orqali o'tsangiz bo'ladi. Silka profilimizda bor.